Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Sharq Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatulloh O'g'uson efendi bilan ilib borgan Uçuq suhbat programmamızın ikinci qismini boshlaymiz. Qadam tashib qilganliklari uchun o'zlariga alohida rahmat aytamiz tekrar va sizlar mehmonlarimizga alohida rahmat aytamiz sabr bilan anglab ko'rib turganliklari uchun. Biz birinci kısmında Şarkı Türkistan'daki qanday işgal kılınğanlığı doğrusunda kısaca to'xtalib o'tdik. Endi bu Şarkı Türkistan'ı 1949 yılı 10. ayının 1. günü Xitay işgalchilari, tajovuzchilari işgal qilib bo'lgandan keyin qaysi hadislar bo'lgan va hozir kunimizga qadar nima ishlar bo'layotgani to'g'risida suhbatimizni davomlashtiramiz. Hidoyatulloh efendim, Sharqiy Turkiston ishg'ol qilingandan keyin Xitoy tarafidan Xitoy tajovuzchilari qaysi faoliyatlarni olib bordi Sharqiy Turkistonda? Sharqiy Turkiston 1949'da Xitoy ishg'oli o'tgan bo'ldi. Ya'ni siyosiy e'lon bilan qo'lga o'tkazib olgan bo'lsa-mu, çünkü Şarkı Türkistan uzun tarihten beri özleri devlet kurup, öz hanlıqı, beylikleri bilen yaşayıp gelgen, milli ve İslami enene kimlikleri bilen yaşayıp atkan, Xitay medeniyetinin tolumu bekşirak boğan, özlerininki Şarkı Türkistan halkının bir yaşaş üsluplarını tutup, öy medeniyeti, yani hemen esse Xitayga o'xshamaydi. İdare qilish shakllarigacha, yerlashish, qurilish shakllarigacha farqli bo'lgan. Xitoy bo'libmi Sharq Turkiston Cumhuriyatidan qolgan qoldiqlarni tozalash bilan o'tgan bir marhala var. 1949'dan 55 Sharqiy Turkistonni ismini Şinjan Abdunum Uyghur Abdunum rayoni degan nuqtaga ekaganga kadar bir tozalash marhalasi var. Yani bu o'tmishdagi Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti devletçiligi ayrım bir devletlik, ayrım bir milletlik, ayrım bir enene, ayrım bir medeniyetlik bo'lgan bir jamiyatning resmini tamamen yanıdan sızıp çıkış o'rnini yo'q qilish bir nimasi marhalasi deb qaraymiz 1955gacha. Bu yerda Sharqiy Turkistondagi Cumhuriyetninki qoldiqlaridan qolgan davlat apparatlari, siyosiy shaxsiyatlar, askeri birliklari, mahkama shar'iylari, kichik begliklar rayonida ta'siri bo'lgan qatorliq shunday organlarni, unsurlarni tamamen yo'qotish, tozalash harakati olib bordi. Bularni yo'qotgandan keyin tamamen Xitoylarni yangidan kelib yerlashtirib, Sharqiy Turkiston idorasini Xitoyning qo'liga o'tkazgandan keyin askariy birliklarni Sharqiy Turkistonga ninki strategik o'rinlarga yerlashtirib bo'lgandan keyin Sharqiy Turkiston milliy armiyasini taqib bo'lgan nurg'unlagan siyosiy rahbarlarni ya turmada tutib o'tgan ya qochib chiqishga majburlagan vaziyatda Sharqiy Turkiston xalqi tamamen Xitoyga qarshi tura oladigan yangidan bir harakat qilib, qo'zg'alib Xitoyga taqobil turib, o'z ozodligini, hurlikini oladigan bir qobiliyatini tamamen yo'q qilib bo'lgandan keyin, qanot quyruqlarini kesib bo'lgandan keyin, andin 1955da Sharqiy Turkistonning ismini, idoriy shaklini o'zgartirib, mana bugungi kunga kelgichi bo'lgan bir vaziyatni shakllantirdi. Undan keyin bu 55dan keyin ta buni 60-yillargacha bo'lgan madaniyat inqilobi yo'qmi shu 80-yillarga 1955dan keyin ta 1980gacha kelgan vaziyatni Mao Xitoyninki kontrolligida
idora qilinib kelgan bir jillarni bir kategoriyaga olsak, Sharqiy Turkiston xalqining o'limalarini yo'q qilish, o'ltirib tugutish, liderlik qilish qobiliyati bo'lgan har qanday kishini yo'q qilish, o'yg'oq, zehni ochiq ziyolilarni, fikr egalarini, yetakchilik salohiyati bo'lgan kishilarni her xil bana bilan içilip sayran medeniyet inqilobi ve şunun o'xshash nurg'unlagan hareketler bilan suvni leytib tepaga chiqib hammani yo'q qilgan xalqimizni komuna vaziyeti siyosiy ijtimoiy maishat nuqtasidan ilib aytganda xalqni ocharchilikqa mahkum qilgan, mal mulklarni tamamen musadir qilgan, mujda xalqni o'z hali bilan bir qo'saqqa chiygan qo'noqning shexi zadakni yeydigan allig'icha akilib bu millatning barliq qimmat qarashlarga va qimmatliklarga bo'lgan qarashini tamamen unuttirib, o'limalarni turmaga tiqib, o'ltirdiganni o'ltirib, boylarni tutib hammani pomchik deb ism qo'yib buni yo'qotib, bir millatni shu so'yib etgan piyozga aylantirib, yalang'och qilib, o millat o'zining nafas olayotganligini ham biladigan, qo'sqi to'ymagan, bir davlat degan nima, insonlik nima, halovat, oila huzuri, gullangan jamiyat, bu narsalarni tamamen unutulduğun bir robot, hatta buna endi bir hayvani bir şekilde ekip koygan bir sistem bilan boshqarilib keldi ta 1980-yillargacha. Bu jarayonda xalqimiz tamamen o'zini yo'qotdi, qayta terilish mag'duri qolmadi. Xalqimizda shu sababdan mana bugungi kungacha yetishgan insonlarimizning oz bo'lishida mushu arliqda 55dan ta 80-yillargacha bo'lgan cho'ng qirg'inchilik millionlarcha xalqimizni qirib yo'qotgan, o'ltirgan, aziyat bergan, kitoblarimizni, qimmatliklarimizni, diniy e'tiqodlarimizni yo'qotgan, diniy meroslarimizni, madaniyatimizni yo'qotgan, kitoblarimizni, ilmiy asarlarni hamma narsani ko'ydirib, kul qilib, yo'q qilib, shu Sharqiy Turkiston xalqini tamamen bir vaqtliq nonni qachon to'yaman deydigan bir holatga ekib qo'ygan bo'lganlik uchun Sharqiy Turkistonda Xitoy o'zininki ishg'oliyatini garantiyaga olgan bir ahvol shakllandi. Yani xalqqa mecburi bir şekilde yani terkishish ruhini tamamen yo'q qilib qul bulashqa uğulu silish jarayoni degan oldu. Yani şu 80-yillargacha bo'lgan Xitoyning Sharqiy Turkistonda elib borgan harakatlari bir xalqni tamamen ma'naviyatini, ruhini, hissiyatini, shajoatini, kelgusida nesil yetishtirishga urug' boyligi, ma'naviy an'anasi bu narsaning hech birini qo'ymadi. Mana bugun Uyg'ur xalqida, Sharqiy Turkiston xalqida ko'riladigan jiq nuqson ayiblar bo'lsa, buning hammasi shu jarayonda Xitoyning bizning qinimizga, bizning ma'naviyatimiz, ruhimizga singib ketgidek darajada qilgan zulmi sabablik bugun xalqimizda nurg'un axloqiy va ba'zi bir ijtimoiy kamchiliklar, ayiblar ko'rilyapti. Bularning hammasi shu jarayonda xalqimizning o'ngiga selib o'tgan ishonmaslik, ittifoqsizlik, bir-birini ko'rolmaslik deganga o'xshash nurg'un salbiy axloqninki salbiy taraflarning hammasi mana shu 55dan 80-yillargacha bo'lgan xalqning ustidagi jabr, shiddatlik zulm yo'q qilish bizning xalqimizni tamamen shu yalang'ochlab qo'ydi. Her jihatdan yalang'och, her jihatdan kambag'al qilib qo'ydi. Bu ahvol
80. yılgacha davom etdi. 80. yıldan keyin 80. yıldan keyingi vaziyetiga inşallah yine programımızdan ahirgi bilimlerde devam qilamiz ama aslında Uyghur halkı tarihi boyunca nurg'un devletlerini kurgan ve bu devletler etrafındaki qo'shni devletlerninki suiqasdlar bilan ag'dirilib tashlangan bo'lsa-mu, lekin ta Xitoy oxirgi ishg'oliyati 1949-yili ishg'ol qilgan qadar bu ishg'ollar, bu tajovuzlarga qarshi turib, o'zining borlig'ini, kimligini saqlab kelgan. Xitoy shuni bilganligi uchun oldi bilan bir millatni yo'qotishning asos unsuri bo'lgan. Burunqi so'zlagandek burunqi davlatninki qurilgan cumhuriyatlarning qoldiqlarini yo'qotish, ikkinchisi memleketning vatan memleketninki shu bölgenin ismini almashtirish. Burun Şinjan ülkesi degan bo'lsa, keyin buni Şinjan Uyg'ur Abdunum rayoni deb manda o'zgartishning asosiy bir sababi bo'lishi mumkin. Chunki Uyg'ur Abdunum rayoni demasa, bo'lmaydigan bir vaziyatlar kelgan bo'lishi mumkin. Shunga shunday bir ismni qo'ydi. Bu 56'dan tatip 55 kadar boğan, 56'dan tatip 77'de 80. yıllara kadar boğan bu vaziyetini medeniyet inqilabı deb şunday e'lon qilindi, shunday davom qildi. Menimcha bu yani medeniyet inqilabı emas, medeniyetni yo'qotish, medeniyetni zayi qilish, almashtirish bir inqilabı deb qarasak bo'ladi. Hakikaten siz degandek bir milletin tamamen varlığına, bir millet bulup turuşuğa alamet boğan, delil boğan bütün paket hüccetlerini yo'qotish, kitaplarını, eserlerini, alimlerini, hemmelerini okuş, bilish, yazışlarını hemmini yo'qotish qavlash. Bunday faaliyetlarni ilib bordi. Hakikaten bu millet yani şu 80. yıllara kadar Xitoy bir neslini yo'qotgan bo'ldi hamda. Bu 80 yillardan keyingi kelgan nesil bu vaziyatlarni tushunmaganligi uchun shundoq sildigandek ba'zi bir kamchiliklar o'tirib chiqishi mumkin, chiqdi. Endi bu 80 yildan keyin, ya'ni bu 80 yilgacha shunday vaziyatlar bo'ldi. Bu 80 yildan keyin qaysi vaziyatlar o'tirib chiqdi hamda? Yani Şarkı Türkistan'da 80. yılda Xitoyning ölgenden keyin Xitoylarimiz o'xshash ama Xitoy kelgan chog'da çünkü Xitoy nüfus soni nihoyatda jiq bir rayon Xitoyning. Shu sababdan dunyodagi cho'ng qushlar bilan bo'lgan raqobat olsun, özününki Şarkı Türkistan'da olsun veya özünün Tibet, Mongol, başka yani özünün içindeki öz halkını mı müstahkem bir şekilde üstündeki hakimiyetini devam kılalışı için gerek olan bazı bir vaziyette duch kelgan. Onun için bularni iqtisodiy jihatdan xalqaradagi yo'nalishlarga mos harakat qilmasa, Xitoy hokimiyatining unda xalq ustida davom qilishi ta'sir bo'lganligi uchun o'ziga biz Sharq Turkiston uchun emas, ya'ni o'z xalqiga o'ziningki iqtidorini, hokimiyatini kuchlantirish uchun bir chiqish yo'li, chunki bunda mengayversa talafotga uchraydiganligi, teri-peranglab yo'qolib ketadiganligini ko'rganligi uchun bu Xitoy yani ameliyatda yani sözde komünizm deb hozirgacha bular shunda davom etsimi, o'zlarining manfaati keladigan noktada kapitalizm ve başka sistemlardan foydalanishga, bular iqtisodiy jihatdan foydalanadigan bir yo'nalishga yuzlandi. Bu sebepten elbette Şarkı Türkistan'da o'zlariga ochgan yo'l elbette Şarkı Türkistan halkını biraz bir kamchilik paydo qilgandek bir vaziyat shakllantirdi ve kısa bir vaqt sürgen bo'lsa, yani 10 yıl etrafında.
Sharqiy Turkistonda 80dan 90 yillargacha qolgan bu araliqda Xitoyning tashqi ichiveti siyosatidan foydalanib turmadan chiqqan hayot qilib qolgan o'limalarimizniki va endi jamiyatdagi bu biroz bir qitimliq bir silkinish bir bo'shliqda xalqimiz bu 10 yil ichida ciddi bir şekilde o'zini o'ngshib olish o'shaga kelaverilish harakatiga o'tdi yani. Ölümlerimizden Allah razı olsun. Nurgun fedakarlıklarıyla halkın maneviyatını qaytırıp verdi. Şarkı Türkistan'da Xitay o atalmış Abdunum rayon degen bilen Şarkı Türkistan'da hiçbir narsa Abdunum hukuka ega bo'lib qolmagan. Şarkı Türkistan halkı meyli burun olsun, meyli hazır olsun her daim Xitayning çangılı içinde olup geldi. Her kandak bir idare, her kandak bir teşkilat, devlet aparatının beşilik korçak uyg'urni tiklab qo'ysa mı, Kompartiyanın ki reisi bo'lgan, beşi bo'lgan, katip bo'lgan kişi, sekreter bo'lgan kişi şu idarini, şu şehrini, şu vilayetini, şu oblastni, hatta Şarkı Türkistan'ı aşında kendini başkurup geldi. Onun için Şarkı Türkistan'daki bu 80. yıldaki vaziyette halkımız bu kısa bir vaziyette özüne esli ağırlığı kelebilmek için birinci bulab bizninki şu ölümalarımızınki terişçilik öyle dini cihetten özüne esli kelebiliş dini talim terbiye medreslerini annekin başka ziyalilerinin mu milli bulab til, edebiyat, tarih qatarlıq muşu sahalide romanlaştırılgan kitaplarda olsun, makaleleri olsun, şiirleri olsun, senetleri olsun, her cihette halkımız umumizlik teşkillenmegen halde olsun mu, ama öz tabiatı bilen özünü terildirişka hareket kılıp geldi. Her saatte terakki kıldı de şunun için bu Allah'taki 10 yıl bizden halkımızdan teriliş nemisedeki bir halka bir merhale etsek bu. Ve de nurgun insanlarımız közü içildi. Anlaken bu cereyanda çetelge çıkış fırsatı oldu tünce katım halkımız yüzlerce evlatlarımız çetelge okuşka, hecge, ticaretke çıkışka fırsat oldu. Bu cereyanda halkımız çetelini köyde, taşkı hür dünyanı köyde ta 1990 yılları, 91 yılları Sovyetler İttifakı'nın ki takılıp gitişe şunu olan Garbi Türkistan'dan ki Sovyetler İttifakı işgaliyeti 70 yıl yaşayan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan Katarlık Garbi Türkistan devletlerinin ki azatılıp ayrı bir devlet olgan kadar Şarkı Türkistan'da mı Xitay biraz gaflet kaldı değil. Yani öz menfaat için içip etken bir yolda bu Garbi Türkistan'daki siyasi özgürlükle Xitay'ına ciddi bir sarasiyeme saldı. Bundan keyinki vaziyette halkımız bu uyg'onish o'ziga azroq bir jon kelib biraz o'zining tirik ekanligini, hayot ekanligini, bir millat ekanligini, musulmon ekanligini o'zlarining bir o'zini o'zi idora qilib, o'zini boshqarib yashash kerak ekanligi tuyg'usi kelgan bir paytda bu Türkiye Cumhuriyeti'nin azat bo'lishi xalqimizda ciddi bir azatlık, hürriyet ümidi paydo qildi. Bu sebepten elbette Şarkı Türkistan işgalde bo'lgandan keyin ta yani bugün güngacha Şarkı Türkistan azatlığı noktasında tirkishish, hareket, mücadele bir to'xtab qolgani yo'q. To'g'ri. Her daim devam qildi. Mayli 10 kishilik, 5 kishilik, 100 kishilik, 1000 kishilik bo'lsin, xalqimiz Xitoyning Şarkı Türkistan'daki işgalini qabul qilmaganligi uchun Şarkı Türkistan'da yuritilayotgan zulm ve istibdodlarga qarshi bir fitri ve tabii özünki haqliq qarşı pozisyonu oturup koyup geldi.
bu barındaki inqilab olsun, Gulca'daki Gulca'daki namayişler olsun, oturuğa çıkışı. Ondan keyin yana Paçam Pirat nurg'un Xitoy ishg'olchilari qarshi turish harakatlari davom qilib keldi Sharq Turkistonda. Taki shu 2009'da keng ko'lamda bir Xitoyning Sharq Turkistondagi zulmga qarshi 60 necha yillik yig'ilib qolgan, jiringa aylanib ketgan, portlashga tayyor turgan bir jiring nimasiga o'xshash. Bu Xitoyninki Şavgandagi qirg'inchiligi, nurg'un qizlarimizni, yosh avlodlarimizni dafsanda qilganligi, ularni qirg'in qilganligi bu sababdan bir xalqdan bir portlash harekati bo'lib keldi. Buni ko'rdik. Xitoyning bu adamı intayin shiddat bilan vahshiylarcha xalqni qirg'inligini, yo'qotganligini ko'rdik. Bularning hammasi Sharq Turkistonda Xitoyninki xalqni yo'q qilish uchun qilgan shuncha tirishchanligi, shuncha siyosiy, askariy, iqtisodiy, madaniyat jihatdan bo'lsin, ijtimoiy jihatdan, har jihatdan elib borgan barliq harakatlarninki Sharqiy Turkiston xalqida tamamen yo'q qilishga elib borilmaganligini Xitoy ko'rib, mana bugungi kungacha ciddi bir şekilde zulmini tamamen yok qilib o'tish bo'ldi. Bunlar endi ko'zni yo'q qilib o'tayli. Bundan oxirgi nafas olayotgan sakratdagi holatimi bizga qabul emas. Buni tamamen yo'q qilish kerak. Ya Xitoy bo'lish kerak, ya o'lish kerak, ya Sharq Turkistondan tashlash kerak bo'la deydigan gapni hozir ochiq oshkora deydigan, ochiq oshkora Sharq Turkistonda ilib berayotgan siyosatlardimi buni his etkizadigan vaziyatga keldi. Sharq Turkistonda hozirgi vaziyatni kelishdim burun. Bu Xitoy marhala bir xil siyosatni ijro qilib keldi Sharq Turkistonda. Siz degandek 55-dan 56-yil tartib 80-yilga qadar, 80-yildan 90'lığa kadar ayrım her 10 yılda bir ayrım siyaset yürütüp geldi. Bulap mu şu 2000'nin yılını tartib hazır kadar hem de bulap mu şu 2-3 yılın mabeyde de Şarkı Türkistan'da dünya tarihinde görülmegen bir şekilde bir vaziyetine oturğa çıkardı. Hatta bazılar bu hazırki Şarkı Türkistan'ın vaziyetini Nazi kamplarına okşatkanlar oldu. Ben o doğru bir okşatış emasligini koymuş. Çünkü Nazi kamplarımız şu Germanlarınki hakimli olan bölgelerde bir kısım yerlerdeki askerlerge elip bırakılgan demeletti. Ama Şarkı Türkistan'da hazır karşı çıkanlar bulamamaz. Karşı çıkış ihtimali bulup kalışı mümkün. Boğan kelgüsüde. Bunda kişilerini ekirip hazır terbiyelerimizde bu adamların turma olsunlar. Bunda işlerini kıvadı bu. Hayatı da bir katım boğazımı bir çet elge çıkış arzusudan çıkıp bir hacı kılıp gitken 75-80 yaştaki ayallarımızla, anılarımızla turmağa ekirip 15 yıllık, 10 yıllık turmalara sulavatırlarında. Bu bir meyle Nazi kamplarda olsun, meyle başka bir dünyada olsun, bu dünyada körülmegen bir işemdi. Hazırki vaziyetini bir tasvirlep bunun çıkış yolları hakkında Şarkı Türkistanlıklarınınki nemiş kılıç doğrusunda bir sözler pegamızlar. Adamda Şarkı Türkistan'daki Xitoyning elip berayotgan zulmini tasvirlash uchun endi bu o'zimizni dapchilib o'zimiz o'ynagandek o'zang aytib o'zang ye degandek gap emas bu davatdan gaplarimiz. Yani bu yerda ichinishlik bir tarafi bor. Bizning tragediyamiz, o'zimizning tragediyasi. Sharqiy Turkistondagi masala
Hakikaten bir işgaliyet mi? Lekin Şarkı Türkistan'da Xitay biri Şarkı Türkistan'da işgaliyet var mı yok mu? Bu meseleni dünya halkı mesela anlatılan bir meselemde. Yani Uygurlar Şarkı Türkistan davası da dünyanın her qaysi yerde her xil faaliyetli buluvatkan olsa bunun asası ne mi? Nemege tayinip kılıvatıdı? Ya ki Xitayning bir toprak bütünlüğü bo'lgan bir Xitayning içinde yaşaydigan bir millet mi bu Uygur milleti, halkı, Türkistanlıklar? Bunu endin bazı yerde gazetler, jurnallarda deyilgendek bunu Amerika veya başka devletler kışkırtıp Xitayning tinchligini buzup qo'zg'ab chiqib qilayotgan bir mesele mi? Ya böyle bir ayrım bir devlet, ayrım bir millet, ayrım bir medeniyet, ayrım bir kimlik, ayrım bir toprak meselesi mi? Bunu Xitay bilse bir mesele mi? Bu dava nimege tayinip kılıvatıdı? Yukarıdaki başkalarının kışkırtışı var mı? Ya ki böyle bir işgal var mı? Bu bir mesele, ayrı mesele. Buna bir de ötemiz. Yani yukarıda azrak değildi. Şarkı Türkistan tarihten bu yan hiçbir zaman Xitay milletinin bir unsuru bulup bakmadı. Şarkı Türkistan halkının qinida Xitay qini eqib bakmadı. Bu ırkçılık noktasını emas. Hoşnu bo'lganligimiz ras, Xitayga hoşnu bo'lganligimiz. Ammo lekin Şarkı Türkistan territoriyasi hiçbir zaman Xitay devletinin, Xitay sulalalarının bir parçası bulup bakmadı. Tarihten bo'lgan to'qinishlarni ko'ralaymiz. Şarkı Türkistan'ın keyin işgaliyetinden keyinki ismidan burunma, Şinjan degan so'zdan burunma, Xitayning Saddichen sepil degan bu meşhur sepilning so'qilishining bir tarixi va uning Sharqiy Turkiston chegiralarini bo'ylab shakllanishi o'ttirg'i chiqishimi Sharqiy Turkistonning Xitoyning tabiiy chegaralarining sirtida qolgan bir rayon ekanligini bilinib turdi. Bu bizning Sharqiy Turkiston davosida nayeti kuchliq bir dalilimiz, nayeti bir kuchliq bir şekilde Sharqiy Turkiston Xitoyning ichki ishi bo'lmaganligi, Xitoyning toprak bütünlüğünü buzduğan bir mesele emas ekanligi, tashqi bir kuchning, tashqi bir devletninki bu rayondagi xalqni qutratgan bir mesele emas ekanligi, bu ishg'ol qilingan bir toprak ekanligini ifodalaydigan bir hadise, bir tarix, bu o'tmishimiz bor. Bunu Xitoy bu şekilde hem Xitoyga beradigan javobimiz hem xalqaro qonuniy organlarda, tashkilotlarda, sahada mana mushu isbotlanan o'tirg'i chiqyapti tashkilotlarimiz. Endi keldi Sharqiy Turkiston da agar chanda bu Xitoyning ichida bir toprak bo'lgan bo'lsa, bu agar Xitoyning bir partisi bo'lgan bo'lsa, unda bo'lsa Sharqiy Turkiston xalqininki yashash haqlari, ularga bergan imkonlar, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va barliq haqlar Xitoy bilan o'xshashmi? Bu mu Sharqiy Turkistonning Xitoyning asoratida yashayotgan bir yer ekanligini, Xitoyning shu yerning xalqininki taraqqiy qilib, ilmlik bo'lib, insanların yetişişi, baylarının yetişişi, tadqiqot egalarining yetişişi, yetilgen nesillerininki neticede o yerinin egilikine, hürriyetine, azatlıkına istep qilishiden qo'rqqanlik uchun bu daim Sharqiy Turkistonda ichki bisliq siyoset. Sharqiy Turkistonda avtonomiya degan so'zni sirtkile bu bir yaxshi fursat. Sizler için yaxshi yaşaydigan Xitoydan ba'zi bir imtiyozlarni elib, ulardan farqli, ulardanmi yaxshi bir imkonlarga erisha oladigan bir fursat deb qaraydi. O chet eldagi vaziyatlarga qarab shunday. Ammo lekin bu aslida Xitoy bir tashda ikki qushni bo'lgan narsa. Bu Sharqiy Turkistonni avtonomiya qilishi bizning xalqimizga bergan bir lutf emas. Bu inom mukofot emas. Çünkü Sharqiy Turkiston azad bir devlet bo'lib qoldi teslim elib olganligi uchun azad bir devletning bedeliga ya tang bir imkonni sunish to'g'ri keladi, ya shunga yaqinroq bir imkonni sunish to'g'ri keladi. Azad bir devletni hili siyosiy, hili nayron bilan, tuzaq bilan elib olgan bir devlet
albatta bu xalqni og'ziga emizgi selish, ularni xotirjam qilish uchun u yerga Uyg'ur avtonom rayoni deb buni bergan. Bu bizning millatimizning og'ziga emizgi selib, ozodlikdan Xitoyning ishg'oliga o'tgan jarayondagi bitimlar bor. O bitimlarmi taxi maxfiy. Xitoy Sharq Turkistonni ilhaq qilishda Sharqiy Turkistonning ma'lum bir zaman ichidagi taraqqiyotini hamkorlashish nuqtasi degan elinayran bilan tuzgan bitimlari bor. Bu bitimlarni bugun Xitoy hech sunmaydi. Shunga Sharq Turkistonni jiddiy bir shaklda Xitoyning bir partisi qilish uchun boshda yerlik xalqning og'zi emizgi silib, bularni xotirjam qilish uchun bu avtonomiyani bergan. Endi keldik, avtonomiya emas, xalqimiz Xitoydagi o'zining bir puhrasiga bergan kengchilik imkoniyatlarning %1ga ega emas. %1ga ega olmagan. Onun uchun Sharqiy Turkistondagi zulmni anglitishga to'g'ri keldi boshda. Aslida biz zulm ko'rmagan millatlarmi azadlık hareket elip beriyotdi. İngiliz'den azadlık istayotgan Skotlandlar bular zulm ko'rmaydi ki. İngiliz'de ba imkan nim bo'lsa shuni yashaydi. İtaliya'dan azadlıkni talep qilayotganlar olsun. Veya nurg'un İspaniya, nurg'un davlatlarda, g'arib davlatlarda turib bakaga azadlık istayotgan, bakaga referendumga ovoz berish ketayotgan davlatlar, ular zulm ko'ryapti. Ularda taraqqiyot, ijtimoiy, maishat, siyosat, haq-huquq jihatdan hech qanday kamchilik yo'q yashagan millatlar faqat ozodlik tabiiy bir millatning o'zining haqqi deydi. Bu BDT'ning bitimlaridami banasi bu? Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bitimlaridami bir millatning yashash, o'zini o'ziga idora qilish, hujulash haqlari bor. Bunda bir paytda Sharqiy Turkistondagi xalqninki shu haqlaridan bahs etish, ozodlikdan, hurriyatdan bahs etish oyanda qilib, hozir Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan zulm siyosatini, ishkencisini deb o'ylamayapmiz. Hatto buningga dunyo xalq ommasiningki qo'llab-quvvatlashini, destek verishini, Xitoyga bu to'g'rida dünya sahasida, dünya devletler ara ko'chada, sahnada, mahallasida bu meselede hay sen nimish qilyapsan, degizmayotgan bir paytda bu zulmni hem dünya xalq ommasiga, hem bizningki o'z xalqimizga o'zi yashayotgan zulmni his qilinmayotgan. O'zi shuncha zulmni yashab turib, hem mas'uliyat e'tibori bilan o'zini isloh qilish, o'zini tarbiyalash, o'zini yetaklash, bu qiyinchiliklardan chiqadigan bir imkonlarga sahip bo'lish tayyorliklari nuqtasidan mas'uliyatchanlik tarafga ekilanmayapmiz. İkincisi, bizning millatimizda oxirgi mushu 20 yil ichida shundoq bir insonlar chiqdiki, shundoq bir guruhlar chiqdiki, shundoq bir zulmda o'zining ona dadisi, ochisi, singlisi, xotinlari, to'proqlari shularning dafsandichiligida, zulmida ingrayotgan bir paytda Sharqiy shu o'zining haqli bo'lgan, tabiiy fitriy haqqi bo'lgan davosini Allohning islom dinini onun bergan egallashga tegishli bo'lgan mas'uliyatdagi masalalarni tushunmasdan o'zlarining davosining sirtidagi davolida Sharqiy Turkiston xalqining bu davosining, bu haqliq mücadelesinin yo'lini to'sadigan, buningga zarar beradigan, to'sqinlik elib boradigan, tahribat elib boradigan iqin ve tushuncha ve aloqasi munosabati bo'lmagan yerlarda, fikrlarda, qarashlarda sarson bo'lib, izib-tizib ketayotganligidan bu ayrim ichinishdir. Sharqiy Turkiston masalasi. Hozirgi Sharqiy Turkistonning vaziyatini so'z qilgan bo'lsak, hozirgi vaziyatda hamda Xitoy Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilish bilan to'xtamasdan butun bir millatni yo'qotish niyatida turyapti.
Bunu biz dünyaya anlatamayatımız hem de. Hakikaten. Bu doğruda demiş kılış gerek. Ben şu noktaya kelimen. Yani Şarkı Türkistan'daki zulümü kelsek hem de Şarkı Türkistan'ın işgal kıldı tügümedi. 80. yıllarca her hal kıymet kardeşlerimizni, mescitlerimizni, medeni miraslarımızı, ölümalarımızı, ilmi eserlerimizni yok etti dedik, tüketti dedik. Bu mu yetmedi, Xitay kayırsa yetmedi. Bu adamın ölemican kıp koysak, ruhunu ilip alsak, dinini ilip alsak, bu yana bu kanda terilip kaldı. Düşün olan yok kılış için ondan keyin ciddi bir şekilde Şarkı Türkistan'a köçmen kelgende Xitaylıны yerleştiriş siyasetini ciddi bir şekilde kengaytdi Şarkı Türkistan'da. Ta ki 2009'daki Ürümçi kırgınçılıkını ilip bağın çağda halk Ürümçi normalde bizdeki Şarkı Türkistan'daki payitahtı da bir hesablansın mı? Bizden Şarkı Türkistan'ın merkezi boğan bir yanın %18%'likini egelleşe bizden halkımızdan. Yani Şarkı Türkistan'da %82% yerleşip ketken bir Xitay yerleşimi boğan bir merkezde Ürümçidek. Uygur 18%'ni egelligen Uygur'unki maneviyeti, milli kimliki, şunun qatarlıq özününki Şarkı Türkistan milli kıymetlerine boğan intilişi ve qoğdaş gücünün aciz dep qaralgan bir rayonda Ürümçi kırgınçılıkta nihayet ciddi bir şekilde karşılık oturğa çıktı. Bunu Xitay bu karşılıkını görgenden keyin qattiq ço'chish oldu. Ürümçide muşunda keng ko'lamda Xitay yerleştirip az sonda qolib qolgan yerlik milletni Xitaylashtirish asimilasyon politikasini ciddi bir şekilde ta'sir ko'rsatgan bir yerdimi? Muşunda ciddi bir karşılıkның bo'lishi Xitoyni bu milletni yo'qotmoqchi bo'lmaydi ekan deydigan tuyg'uga kelib qo'ydi. Buning uchun biri eng tez suratda birini 10 qatlab Xitoy ko'chirib akilish siyosatini burun davom qilayotganini 10 ga hatta 100 ga chiqarib keldi. Poyezd liniyasi Turkistonning ta Qashqargacha hamma yergacha eqib kelyapti. Xitoy biri Sharqiy Turkistonda Xitay yerleştiriş siyasetini ciddi bir şekilde aşırış. İkincisi Şarkı Türkistan'da milletini kayta yana Xitaylaştırış için hem kırgınçılık kitiyotudu, ciddi bir şekilde kırgın kılıyotudu, hem bir Türkümlerini bu halkına uygutuşka imkanı boğan. Ya bu halkta bir terikişiş karşı duruş ruhunu yaşaydıgan dep qaralgan unsurlarning hemmini bir şekilde ya yo'qotish ya sirtqa chiqarib o'tish politikasini ciddi bir şekilde ta'qib qilib keldi. Şuna bilan birga Sharqiy Turkistonda zulmining bütün merkezi xalqni tamamen tilini, dinini, örf adetlerini, medeniyetini yo'q qilish uchun burun manda uzoqdan çögültüp ekilip kelgen bolsa, hazır koçada ketayotgan adamning do'ppisini elib o'tish bilan, saqalini kesib o'tish bilan, ana ayt sing'illarimizdanki uzun ko'nglikini yo'lda qochini ko'tarib kelib ketayotganda qochilab kesib o'tish bilan, namoz qilayotgan yerda urib tutib ekitish bilan, mushunda jiddiy konkret ko'gini bo'lgan darajada jo'ngdab elib, nimada Xitoyga to'qindigan, Xitoyga to'sqinlik bo'ldigan qanda amil ko'ralsa, mayli dini, urf odat, nim bo'lsa jo'ngdab shu yerni o'yabla mayli o'tadigan siyosatni qo'llanib keldi. Buning uchun shunda turib, xalqimizda yana terikishish ruhi davom etib keldi. Uning yog'i 2009'ning yog'imi Sharqiy Turkistonda xalqimiz parcha holda oilaviy jihatdan Xitoyga qarshi turadigan nurg'un qanlıq hadiselerimi o'tirg'i chiqdi, zulmga chidamasdan. Bu vaziyatda Xitoy dunyodagi boshqa vaziyat o'ylamagan kun tartiblarning kelishi, Suriye, Afg'oniston, dunyoning nurg'un o'rta sharq davlatlaridagi urush jidallar, ba'zi bir fikrlarningki iqimlarning o'tirg'i chiqishi bilan birga
Xitoy bu yerdagi Sharqiy Turkistondagi insonlarning haqliq talablarini, haqliq qarshi turishlarini dunyoviy, xalqaro terrorizmga bog'lash siyosatiga yangi turda ta vatanninki eng bujak yerlardagi dünya emas, vatanning o'z ichidami bilinmagan avazini qo'shnisiga anglatamaydigan bir rayondagi aciz bir insonlarni dunyoning tashqi dunyodagi ba'zi bir harakatlarga, tashkilotlarga bog'lab Sharqiy Turkiston davosini terrorizm bilan munosabatli bog'lab qarab, Sharqiy Turkistondagi xalqninki zulmga qarshi bo'lgan qarshilashini tashqi kuchlarningki kuch ko'rsatishi deb tashqi sirtdagi Sharqiy Turkiston mujodilasini tunutayotgan, qonunliq faoliyat olib berayotgan tashkilotlarni terrorizm bilan chetlashlik ko'ksitishga bütün imkoniyatini safarbar qilib kelyapti. Bu yerda biz ham deydigan bir nuqtamiz bor. Bu zulmni anglatish jarayonida Sharqiy Turkistonda Xitoy nimalarni qilib keldi? Dunyoga deb kelayotganimiz, hem o'zimizdan buni ogoh bo'lishimiz, buning qarshi ovozimizni her yerga yashayotgan davlatimizda, qo'shnimizga, ko'chaga ketayotganda, avtobus dinimizda o'tgan odamlarga alçarqiliq bu zulmni deyishimiz kerak. Desek nima bo'ldi demayli. Namoyishlar bo'ldi. Namoyish bo'lib qolsa namoyishga, yig'in bo'lib qolsa yig'inga o'zimizning kishilik burchimizni ado qilib bu zulmni anglatish kerak. Bu zulmni ba'zilar deydiki, namoyish va shunga o'xshash faoliyatlarni kamsitadigan qarashlar Sharqiy Turkistonning bundan keyingi kelajakda Xitoyning ilib boradigan vahshiy qirg'inchiligining oldini oladigan bir narsaga zarar berayotgan kishilar. Nimishqa bugun Myanmarda bir qirg'inchilik bo'lsa, nima uchun dunyo darhol va yon turib bordi? Musulmonlar yig'laydi, ko'chaga chiqadi. Ko'chaga chiqqandan keyin nima uchun Myanmarda davlatlar ba'zi narsalar gapini o'zgartirishga majbur bo'ladi? Bu ciddi mesele. Bunun bugünkü siyasette Şarkı Türkiston xalqi eğer özününki etiqadi, dini, milli kimlikini, özünün hak hukuklarını qoğdayman, alıman deydiğen bolsa, muşu neslinin hemmisinin faydalanışqa, muşu neslinin hemmisini öz hayatı tetbiqlaşqa, teşkilatlarda şahsi özünün kişilik bir Şarkı Türkiston vatandaş buluşu sübtü bilen muşuna icra qilish to'g'ri keldi. Nimaga deganda Şarkı Türkistonda bizni yo'q qilish uchun Xitoy Sharqiy Turkistonga nurg'un Xitoyni yerlashtirdi. Sharqiy Turkistonda bugun Xitoy bizdan eshib ketsa, eshib ketadiki oz emas. Ya'ni agar Sharqiy Turkistonda Xitoy ko'chmanlari bugungi sur'atda shunday ko'paysa, Sharqiy Turkiston bundan keyingi mayli 10 yilda bo'lsin, mayli eng qisqa zamonda Xitoy Sharqiy Turkistonning demografik shakli tamamen o'zgargan bo'lib, agarchanda Xitoy o'z ichida bir o'zgarishga duchor bo'lsa-mu, xalqaro vaziyatdan tufayli o'z ichida ba'zi bir siyosiy besimlarga duch kelib, o'z xalqini qo'zg'ilib ketib qilib, bir sistem o'zgarishga ketib qolgan holdimi va yoki dunyo vaziyati o'zgarib, Sharqiy Turkiston xalqi uyg'onib, Sharqiy Turkiston xalqi umumiylik ko'chaga chiqib qilib, Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqiga munosib bir taklifni o'ttirga qo'ymasa, ziyon tortadigan bir vaziyat shakllanib qolib qolsa, Xitoy bugun dunyoning ko'p yerida ko'rilayotgan referendumga o'xshash masalalardan foydalanishi mumkin. Buni chiqargan kunisi bu yerda Sharqiy Turkistonga kelgunda bo'lib qolgan, Sharqiy Turkistonning egalari bo'lmagan, qonunsiz yerlashib qolgan Xitoylarni Sharqiy Turkistonning kimligini tutqizib qo'yib, bular orqali Sharqiy Turkistonning taqdiri to'g'risida yana bir siyosiy hili-nayrangni o'tirg'a chiqishi mumkin. Men bu nuqtai nazar bilan Sharqiy Turkiston davosidagi butun tashkilotlar, Sharqiy Turkiston xalqi o'zi bu nuqtada jiddiy nihoyatda sezgirlik bilan mushu zulm masalasida o'z qanoatini buni bir ko'rish kerak, his qilish kerak ve bu zulmni dunyoga anglatish kerak. Bu zulm nima desa, Xitoy ko'chmanlari Sharqiy Turkistondagi diniy to'sqinliklar, ibodatligi bo'lgan to'sqinliklar, diniy kiyim-kechaklarga, diniy tuslarga qarshi ilib borgan qattiq qo'lliq siyosatlari,
Şarkı Türkistan halkının ki örüp adetleri, kıymet karışlarının yok kılınışı, tilinin yok kılınışı, Şarkı Türkistan halkının ki bayı oluşu, imkan sahibi oluşu, karşı tutkan pozisiyası katarlık, Şarkı Türkistan'da yürütülen bağlık siyasetlerine, Şarkı Türkistan halkını ayallarımızga ilip beriyotgan ahlaki buzgunçuluk, planlık tuğut siyaseti arkalık ilip beriyotgan kırgınçılık katarlık sanıgan olduğun, yani sanapma bir yagi, tizip olmakdek igir zulüm var Şarkı Türkistan. Bu zulümle dünyaya anlatış gerek. Bu zulümle dünyaya anlatkan çağda ne oldu dese, Şarkı Türkistan'da kelgüsüde bir özgürleşki doçar bulduğun bir mesele olgan çağda. Ya ki Şarkı Türkistan'da kelgüsüde Xitay bir şumlukni, bir kırgınçılıkni planlagan çağda, bu yerdeki Şarkı Türkistan meselesiga bo'lgan kişilerin malumatlık buluşu, kişilerin histaşlığa erişken buluşu bu meselede Xitayning pichiqini gallaştırdı deb o'ylayman. Bu noktada Xitayninki men gapimning davomida Xitayninki siyasetine Şarkı Türkistan'daki şu davanı yok kılış, davanı vatan içinde ve sırtıda karşılaşış davasını yok kılıştaki oturuq dünyaya sunulan terörist deb qaralgan narsaga bir bizning ortak Şarkı Türkistan teşkilatları bulaşıptığımız ile verdiğin cevabımız meyle bunu Türkiye'deki halkımız olsun, devlet olsun, dünyanın hamısı deydiğimiz Şarkı Türkistan Xitayning besavagan bir zemini bulup bu yerdeki zulümler o kadar işvat dedi ki eğer Şarkı Türkistan zemininde bir terör var ise elbette bu Şarkı Türkistan halkından çıkmadı bu terör. Terörist var ise bu Şarkı Türkistan'da Şarkı Türkistanlık terörist yok. Bunda bir imkan hem yok. Şarkı Türkistan'da terör var ama devlet terörü var. Şarkı Türkistan'da halkınınki jürkini izlevatkan, ailelerini parçalavatkan, sürgün kılıvatkan, hak hukuklarını depsende kılıvatkan, öldürüvatkan, turmak elevatkan, her xil azap ve ukubetke milletini öz korkuncu ve işkencesiga çırmıvagan bir terör bağ olsa o devlet terörü. Bunu oturup koyuş gerek. Hem de şu yana bulapma Xi Jinping Şarkı Türkistan'a hakim boğan cereyanda bu dünyaya Xitay'a bir yeni yüz kazandırılan bir an yaratışka terişip geldi. Endi bu Xitay şu Şarkı Türkistan'da bulapma ahirki yıllarda sizlep ötkendek dünya tarixida ve dünya azırkı vaziyetinde hiç qanday bir yerde elip verilmeyen siyasetni Şarkı Türkistan'da elip verip milletni tamamen yo'qotishga bu yani Şarkı Türkistan'ni ilal ebed özünün qilib olishga shunday tirishyapti-da. Boşundaq icraatlarını elip veriyapti. Sizningcha Xitay buningda ahirda muvaffaq bo'lamdi bu işte, shunday qilish bilan yoki bunun bir chiqish yo'li bormi? Albatta Xitay eğer hozirgi Şarkı Türkistan'da yurgizayotgan siyosati eğer to'xtatilmasa, qirg'inchilik va Xitoyning yo'tkilishi va zulm va hem besimli va bu narsalarning hech biri eğer bunun qarta bir mayli xalqimiz tarafidan teşkilatlarımız tarafından. Yani bunun neticesi de halkara sahada, halkaradaki cemiyetlerde bu doğruda Xitayga eğer besim şekillenmese elbette Şarkı Türkistan ne ağır bir talafet tamamen yok oluş Xitayning maqsadiga yetilgan bir noktaya keldiğanlığı görünüp durdu. Bu Şarkı Türkistan teşkilatları yukarıda deyilgendek aslında tedbirlerini yaxşı almasa yakın kelgüsü de diyemeyimiz ama Xitay öz maqsadiga yetib başladı. Şunun için biz bu Şarkı Türkistan davasını hazır dünyanın hem yerde Uygurlar yaşayatıdı. Köplep hazır hicret şekillendi. Dünyanın o içinden bu içine Uygur cemiyetler kurulup gitti. Bu noktadan biz yaşayatkan rayonda Şarkı Türkistan meselesini
birinci olab biz xalqaro sahnadan chiqishdan burun birinci olab o'zimiz, oilamiz, o'z jamiyatimiz, undan keyin xalq ommasi, shu yerlik xalq ommasiga buni ciddi bir şekilde anlatadigan, hareketga o'tmasak olmaydigan bir vaziyat shakllanadi. Chunki davlatlararo munosabat masalalariga bizningki kuchimiz yetmaydi ekan. Bizningki xohlamasligimiz, bizning e'tiroz qilishimiz yoki yaxshi ko'rib ko'rmasligimiz bilan hech bu ta'sir ko'rmaydi ekan. Uning uchun biz bu davlatlarga kuch beradigan, davlatlarning fikrini, siyosetini shakllantirishda ta'sir ko'rsatadigan rol o'ynaydigan narsa shu xalq, shu yerning, shu davlatning, millat, xalqning o'zi. Chunki bu davlatlarda liderlar, rahbarlar shu xalqning sayilishi bilan keladi. Shularningki qo'llab-quvvatlashga ehtiyoji bor. Shuning uchun bular shu siyosatni tuzadigan, shu bizga ta'sir ko'rsatadigan, bizga qarshi siyosiy tadbiqlarni o'tirib chiqaradigan kishilarga ta'sir ko'rsatadigan shu xalq bilan bo'lgan munosabatimizni yaxshilashga birinchi butun kuchimizni sarf qilsak deyman. Bular biz Turkiyada Türkiye Uyg'urlar uchun ham tarixdan bu yan bek muhim bo'lgan, ham bugunmi bek muhim. Davlatlar, ikki davlat orasidagi munosabatninki kengayishi bu kunlik siyoset bilan munosabatli ishlar. Davlatlararo do'stlik va dushmanlik bu muqim bir narsa emas. Bugun do'st bo'lsa, ertasi dushman bo'la oladi, tunigan dushman bo'lgan bo'lsa, bugun do'st bo'la oladi. Shuning uchun biz muhim bo'lgan narsa, qoladigan narsa xalqning ichidagi, xalqlar orasidagi muhabbat, mehr, shafqat. Buni terildirishimiz kerak. Buni da Xitoy ciddi bir şekilde Türkiye'de xalq ommasining ra'yini burmalash uchun davlat imkonlarini safarbar qilyapti. Bizmi tashkilotlar shu xalq ommasiga Sharqiy Turkiston davosini anglatish uchun maktablarga, madrasalarga, jamiyatlarga, derneklarga, vaqflarga her yerga berib, bir berib anglatish, tushundirish, bu to'g'rida dokladlarni hazırlash, hamma yerga doklad avatish, lobbichilik qilish orqali shu Sharqiy Turkiston masalasida merkezlerge, devletlininki merkezleriga ta'sir ko'rsatadigan xalq ommasining ra'yini o'zimizga ram qilish, shularning qo'llab-quvvatlashi erishishga asosan merkezlashsak, inshaalloh Xitoyning xalqaro yaymachilik siyosati bizning yo'limizni to'sadigan siyosatlarninki oldini olgan oldu deb o'ylayman. Rahmat. Yani bu deganlardan yani bütün her bir Sharqiy Turkistonlikning ustiga alohida bir mas'uliyat yuklanganligini, agar har bir Sharqiy Turkistonlik bu o'zining ustiga yuklangan bu mas'uliyatni ado qilmaydigan bo'lsa, Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonda ba'zi bir natijalarni qo'lga keltirib qilishi mumkinligini deb o'tla. O'zlariga rahmat aytamiz. Davetimizni qabul qilib tashakkür qildilar. İnşallah kelaki programlarda yana başka bulapmı Türkiye'ninki hazırki vaziyeti, Uygurlarninki vaziyeti, dünya vaziyeti doğrultusunda inşallah yana tekrar programlarını kılımız Allah izin verse. Hürmetli televizyon kögüçler, bugünkü Uçuk Söhbet programının ikinci kısmı müşahede akırlaştı. Kelaki programda görüşene kadar bütün qarindoshlarimizni, hemşehrilerimizni, televizyon kögüçü mehmonlarimizni Allah Teala'ga emanet qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.